Zomin tumani O'rol qishlog'idan Dehqon akamizdan 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili keldi. Mana kuzov holatlarini ko'rib turibsizlar. Kuzov holatlarida bitta hamda chirigan joylari bor. Bo'yangda chirigan joylarini qilib olasizlar. Mayda-chuyda joylar. Kraskalari bir 60-70% kraskasi bor, lekin suyaklari but-butun. Oldi usultillari ham o'ziniki. Oldi usultilini ham ko'rdim men. O'zini usultili. Motor holatlarini ko'rib turibsizlar. Motor holatlari bitta ko'rsatib o'tib borish kerak. Birozgina tutyapti shu. Mazza qilib haydaysizlar shu bilan. Salonlarga o'tamiz. Salonlari mana super. Polik chexol taqib qo'yilgan. Aka, ushbu avtomobilimiz qancha kilometr yurgan aka? 284 ming kilometr yurgan ushbu avtomobil. O'zini halol probegida. Dehqon akamizning o'zlarining nomida xohlagan dokument bo'ladi. Generalning dovernost ham, oformtesiz, oformt ham bo'ladi. Faqat naqd pulga sotiladi. Dehqon akamiz bilan narxini kelishib qo'ydik. 27 million so'm naqd pul olib kelgan odamga ushbu avtomobilni berib yuboradi. Generalniy dovernost, oformt orqali. Aka, nomeringiz nechi? 88lik. 88lik nomer 214 214 94 94 14 nomerga telefon qilib bemalol savdolashib olishlaringiz ham mumkin yana.